Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor nega borsak bu sarkarda. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklari shirkati tajidorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan didorlashganligimizdan intayin xursandman. Men Abdulla Abdulla. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal Sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sopliq ham a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Adam yashab mushiga kelganda bir-birining unda ko'ziga qarab, bunda do'stlar ara boshqa gap qilmaymi? Emasmi? Deyishadi. Bu balkim o'sha o'tag'an ko'rmanlar ishimi, yaqin do'stlar ara bo'ldigan ish. Endi qanday bir sabab, qanday bir bana ikkimizning mana mushunchalik darajada hisobda mana davlatlarda guymi deydigan bir gap bor. Bolalar, yosh bolalar o'zlarini bir yaqin do'stlar guymi deb qo'ydigan chaqchaqam. Men haqiqatan shu Xalmuratning do'stligiga ikkimizning rishtasiga shunday bir baho berman. Har qancha men masalan uyda faqat bir ardiq olay, men uxlay bugun charchab ketdim, hech qanday ish qilmayman degan taqdirdimi, shu kunlardimi? Agar sendan telefon kelsa, dirim adosh, shuncha jonlanib ketma bay degandek-chi. Xolos. Shuning bu nima desa, do'st degan do'st. Do'stlar ishidimi, yana shunda bir-biriga aktiv bir energiya beradigan bir tal telefon bilan, telefon urish bilan yoki bir ig'iz gap bilan nolga qarab menayotgan kayfiyatni yuzga o'raltib o'tadigan do'stlar bo'ldi. Masalan, sen mening hayotimda shunday bir do'stim, buni sana chiqatim deb qo'ygan. Demasam ayon bo'lib qolgan. Lekin bugungi suhbatimizda ko'pchilik davomli bilmoqchi bo'lgan bir mungdashlarimizning orasida yana bir yetmoqchi bo'lgan ishlarining birisi, uchurlarning birisi shu. Ikkimizning do'stligi to'g'ri. Shunday. Nega bo'lsam Qashqarga, Shimolga yoki Janubga borsammi, bizning do'stlarimizning ikkimizning do'stligi yomon peyzimiz bor. Bak qiziqimiz, qanday shu hikoyalar ishkan bak ko'ngilli qudayman, bilib turgan vaqtlarda. Haqiqatan shunday. Mening esimda qolishicha, sen 94-yil, 95-yil idora qilgan. Sening o'sha maktabga kelish g'aribsidagi bir ish kuchiringni bir deysak. Bo'ldi. San'at institutining drama aktyorlik kasbiga menga o'xshash bir kasb keldi. Menmi Qashqar tarafdagi Maralishni hozir Tumshuq shahrida bir yezidagi cho'ng'ilgan bo'lib. Senmi shimol tarafda bir yezida cho'ng'ilgan bo'lib. Sen qanday bo'lib shu Shinjan san'at instituti bu? Gap qolsa. Jag'istay o'tir maktabni 1988-yili Jag'istay o'tir maktabni bitirdim. Shu yili oliy maktab imtihon berdim. Oliy maktab imtihon nomerim yetmay, oliy maktabga o'tamadim. Lekin maktabda faoliyatchan. O'tir maktabniki san'at faoliyatlari, rasm kursiklar, shunday ishlarda faoliyatchan o'zimdan arjatdan o'quvchilar ichida voy talantli bola. Müzik çaldı, naqsh etdi, rasm chizdi, o'zlug'at yozdi deb meni shu maktabniki mushtaq faoliyat ishlariga to'liq mas'ul qilib berdi. Tam gezdi ishlaydigan ishlarni mas'ul qilib berdi o'quvchi vaqtimda. Shu ba'zi sinflarning tam gezlarida men ishlab berdim, to'psizki o'zning xatlarini yozib, mancha sinfniki tam gezdi deb. Mushundaq faoliyatlar ko'p bo'lgan ekan, maktabning san'at musobaqalariga to'liq bolalarni yetaklab bunday qilgandan keyin bu maktab tutirib, maktabdan chiqib ketgandan keyin o'tir maktabga nisbatan bir kuchdan ayrılib qolganda
bir hissiyatga kelib qolibdi maktab. To'xtag'ina. Seni to'ldirib ololmay. To'xtag'ina. Mushu balni o'zimizning o'qituvchisining balasi, mushu balning dadasining qo'lida o'qiganmiz. Mushu balni mushu maktab, oliy maktab o'tamagandan keyin mushu maktabga muallim qila olmaymizmi buni deb 1989-yili meni maktab o'rta maktab muallim bo'lib qoldim. Bola muallim. Dayki muallim qildim. Takliflikda. Muallimlik qilib judim 1,5 yil bo'lganda bir kuni o'quvchilarga dars o'tyapsam, 6-sinfning bolalariga. Ishni g'osh ichiblar bizning bizning Jarista yezliq madaniyat gensi deydigan madaniyat punktida ishlaydigan kadri Vasanji akamda bir akam bor, hozir shunday yaxshi o'taman u akam bilan. U akam ham shu xizmat ishlaydi, ham rassom. Rassomni yaxshi edi. Shu Xolmurat boy chiqadi deb shukrab chiqsam, opnim rayondan artistlar kelibdi, seni ko'gili deydi. Bu qanday gap bu? Qo'lim titrab ketdi. Opnim rayondan artistlar kelgan bu Jog'iston qanday bo'lib ketdi deb. Jayazjon to'ki chetaqliq petilar shu qoldi. Jugagan peti yezliq hukumatning zaliga kirsam, bizning ikkimizning ustozimiz Mayra Zakir, ikkimizning ustozi Tuyg'un Ahmedi, ikkimizning ustozi ham rahbarimiz Nijat Akbar. Bizning marhum ustozimiz Margulzunon qatorliq ustozlarimiz borki. Aş ishdan kiribli Tuyg'un kam do'nib qoldim boshdan. Nasriddin apandimning kinosini ishiga vaqtlar tashi. Hozir Tuyg'un kam do'nib qoldim. Nijat kam do'ndim. Shu yerda qarsam mush ustozlarimiz turdi. Shunda o'zim bo'diqib ketdim. Shu Xolmurat Umar degan Xolmurat sanmi dedi. Ular Chapchanlayga chiqdi. Chapchanlaydan madaniyat idmarib idorisida Erkinkam deydigan ustozimiz bo'lgan. Erkinkam, "Ay, Jag'istaga chiqsanglar bir bal va sizlar kerak bal ashu" deb. Erkinkam ko'sa. Shuna bilan u vaqtida Chapchanlay bilan Jag'istonning oralig'idagi yo'l andaq asfaltli yo'llar yo'q. Nachar yo'llar sharoit. To'pa yo'lda. Shu Mayra apay qiziqibdi, ashak chiqimi Jag'istonga deb. Bo'ldi deb. Shu vaqtlarda Beijing jip deydigan mashinlar. Shu mashinlar bilan chiqdik. Ko'rib ashadi mendan qisqa bir imtihon oldi. Nima ish qila olaysan sen? Dedi, men muallim. Men nima ish qilib beray sizlarga? Naqsh etib beraymi, usul o'ynab beraymi, tambir chap beraymi, duta chap beraymi? Desa, "Voy, bu shuni hammani qilib, voy, hammani qila olayman. Tomoqmi etimi?" deb bir qo'l kuldirib, velosipedni o'ynalaymi deb bir qo'l kuldirib. Qo'ydim angacha ishdan bir tambir shart kirdi. Naqullar bilanlar. Akam akib tayaq qilibdi. Sonra tambirni chaldim, naqsh etdim. Uni buni doğrab berdim. Miras qor deydigan. Mudo'g'an kino. Shu kinolarga Azmatxonni doğrab berdim. Vaqt uruq vaqtimda ko'zim chakchaydi. Bir oqmoykin beshim yugurdim, Azmatxon oldim. Ular kulishib ketdi. Ashta qilib u yerda bir itob atidan boshlab G'o'ljiga kirib imtihon bering dedi. Xayriyat G'o'ljiga kirib imtihonlarga qatnashdim. Shunda bu imtihonlardan o'tib endi bu yerda qisqartsak deb. Sana shu yerga o'qishga keldim. Shunga sen bilan yeshimdan ammo mening keyingi qaror olib qolganimizda ayada bir 2 yil anda bir ish. Mush ko'pchilik davomli qo'yib, qonda ishqilib bir qarorni qo'yasizlar. Bir qarorni deb qo'yman ba'zida, lekin 94-95-yillari Xolmurat xizmat kelganligini bilganlar ishqilib nima ish qarorni olib qoldilar. Tanib turib sabablar mana. Endi bilgansizlar. Shuna bilan opera o'mak kelib, opera o'mak ishlab kelgan yilim shu yillar ili viloyat o'makniki Gulamxon operasini ishlab, u operaga Go'zalnur Qurbon bilan meni bosh rolga tanladi. Taklif qildi. Ahtamning rolini muvaffaqiyatli yaratdik. U opera mamlakat bo'yicha bir necha mukofotlarga erishdi. Shu yillik opera ko'rak qatnashgan. Oliy mukofot elib Bashbirlik qurish mukofoti, Oltin to'z mukofoti, madaniyat mukofoti degandek 7-8 xil tur mukofotga erishdim. Men o'zim kelgan yilni hodirim chiqdi. Opera o'mak keliblar, men bir bosh rol o'ynab, bu men bosh rol olgan opera mamlakat bo'yicha yaxshi mukofotga erishdim. Darajaga erishib bir xil o'zimning hodirim chiqdi. Shuning bilan o'qishga keldik. Kelib Mayra Zakir tarbiyachimiz bo'lib,
kasb ders berib, Marguzni Appay merhum ikki guruhga bo'lib, ikki guruh ders verdi. Ama işte o'qib ketib qolgan kunlarning birida Tursunjon Letip ustozimiz Mehmon nomidagi bir asarni Cho'ng Aysoning tunji qismi epizodini mushuni bizning bir o'qituvchiga beribdi. O'sha o'yin soladi. Muallim bilan o'yindim buni. Va bu kitobni shu bilan bizning muallimga berdi. Bizning muallim bizning o'quvchilar ichidan meni tanladi. Tanlab muallim bilan ikkimiz Mehmon birinchi qismini o'yindik. Bu maktabning 3-yilligimi? 3-yillig'i. Shu vaqtda Şinjan televiziya stansiyasida Guldasti programma deb bir programma qurib, shuni 3-qismiga kelgan vaqtda. To'g'ri. Aslida bir chiqdi. 93-yili. 93-yilda bo'ldi. 93-yil to'g'ri. 93-yili shu Guldasti programmaning 3-qismiga muallim bilan ikkimiz bu Mehmon degan etodni o'yindik. O'ynab edik. Bu nayti teqas qoldi. O'zimizmi men tunji qatam hamda bir etodni muvaffaqiyatli o'rilishim shu. Uning oldida bir so'z o'yini o'ynagan İmam Yasin saboqdishim bilan. Uning oldida Muyassar degan o'qituvchi bilan yana bir etod o'ynagan. Bu Cho'ng Ayso degan shu Mehmon nomli etod nayti ta'sir qo'zg'ab ketdi. Bu vaqtlarda televiziyada talab taqdim deydigan bir program batdı. Ko'yish pul elib taqdim qiladigan. Shundan bilan bu etoddim nayti ta'sir uchun nayti yaxshi bo'lib, men maktab bitaganda andin Şinjan opera umigi maynoq bir bola bor. Maykilan deb naqsh etalaydi ekansa, soz jalalaydi ekansa, sen qo'shiq qirliq, ko'p qirliq artist o'qidaksan deb Nijat Akbar ustozimiz meni chaqirtibdi kelib Şinjan opera umiginiki artist bo'lib qoldi. Cho'ng Ayso degan etodni shuni opera umiga kelgandan keyin bir mezgildan keyin Yolqin safarning kechiligida ikkimiz o'ynadik. Ikkinchisini Tursunjikam yozdi. Biz buni o'yindik. O'zimizdan ba'zi bir qiziqchiliklarni aralashtirib. Ikkinchisimi toza akib qizib ketdi. To'lisi shu. Nimishqa desang, song senam nurg'un aytdi. Ixlosman guanjonlarim bordi. Abdulla shu Xalmurat kamna shunda ras urayotdingizmi debdi. Endi men de so'rganlig'o dedim. Sizga shu maktabda mushunda texnikani o'tdi. Unda ursak bo'lmaydi, o'zaro bir-birimizni kino oldimi bir-birini urdigan, bir-biriga bir narsa qo'ydigan ishlar bor. Agar unda bo'lib qolsa, nima o'lib ketdi. Artist to'shamdi buni shu texnikani bizga o'rgatgan desam, yo'q qanda bo'lsinmi? Ya siz bak siz urdiganga, ya Xalmurat kam urdirdiganga. Oyoq yeganda dehshat doğru o'tdiki, ammo ustiki. Qasqa ovoz badaliki, haqni ishimda qo'ydi. Qas qoldi emasmi jonim, aday, sen bu bo'sh ursa, lekin men shu bo'sh urdirma deb gayda urdirilib ketib qoldi-ku. Bu obrazni endi xalq yaxshi ko'rgandikin. Men bu Cho'ng Ayso obrazini yaratdim. Xalq yaxshi ko'rdi. Men masalan yana bir Ahmet deganning obrazini yaratishim mumkin-ku, yo bir Samat deb bir yaratishim mumkin-ku. Endi obrazni yaratishni biz o'qigan, o'rgangandan keyin yaratishim mumkin-ku. Lekin bu Cho'ng Aysoni xalq yaxshi ko'rgandan keyin davomlashtirib boqmaymanmi deb o'zim tirajab turib olib, etodlarga qatnashmay bu Cho'ng Aysoni izchil bir ipmay boqaydi. Mana 2015-yilda ayliq biz bu oyning rolini o'ynagan yakkagicha bu Cho'ng Aysoni izchil 20 necha yil davomlashtirib elib judim. Bugunga qadarda hamda. Yana bo'lsa yana Cho'ng Aysoni o'ynaymizda. 27 yil bir obrazni xalqqa yaratib, sat ko'st qo'ymay, xalqni kuldirib, bugunga qadar 25 yil o'tdi men bu kasbni ishlayotganimga. Mana shu kelyapman hamda. Mana shu suhbatlarimizda shuna deyishdik. Xalmuratning mana shunday ideyasi borki, Xalmurat umrda Iso bilan ikki odam emas endi u. Mana shu Xalmurat yaratgan obraz. Mana shu obraz Tulisda Xalmurat ismini bilmay, Iso akam deydi-ku. Nima bu bir artistning umrida bunda bo'lib ketmagi bak oson emas.
kimdan kim uchraydi ekan-ku bunday ish. Masalan, to'la odamlar, %80% odamlar Qalmuratga havas qildigan yo to'liq uchrashishni xohlagan odamlar ya uchrashib qolganlar. Qalmuratga yoki Qalmurat degan ism topolmay, Eysa akam deb bevos davr-ku. Eysa akam deb chaqirdi odatda. Eysa aka deb chaqirdi. Biz bu hodisani mana rasmiy bu madaniyat hodisasini mush artistning qo'lga keltirgan eng cho'ng natijasi deb o'ylaymiz. Shu men dedim, bu Eysa sen maktabning 3-yilligida boshlagan bo'lsang buni. Bu sen bilan tapdan cho'ng'ildi. Ha, shunda. Sen qaysi kuni o'ynasang sening shu yashagandagi Eysa bo'ladi. Shunda. U jamiyatga biz qanday yashagan bo'lsak shu jamiyat shunday yashashi mumkin. Biz masalan Qalmurat boshqa ta'sirda yashashi mumkin, ammo u yaratgan Eysa shu o'zining xarakter mijozi bilan yashashi mumkin yana. Qaysi kuni o'ynasang shu kuni sen bilan birga bo'lalaydigan bir odamda buni hargiz yo'qotib qo'ymaslik kerak. Bir umrda masalan Hollywoodda nurg'un artistlar bir umr Lingchini bir qatim o'ynab olsa, u ajoyib ishda, u umrda yetkidak bir ish bu. Bu Eysa yo'qolib ketdi. Masalan, sen boshqa obrazdan yaratish mumkin. Bu yana boshqa ish, ammo Eysa qachon desan shu chog'da sening yanada ba adamniki deyman. To'g'ri. Mehmonning ikkinchisi Yalqin safardan Yalqin safar bu yana shu Tursun akamniki kitobi ham rap qilgan vaqtimiz Optuz. Optuz. Safarda. Safardan ish qildi biroz to'g'ri. O'shadan yo'lga chiqib kuchog'i olishmi ish qilib jiddiy rap qilmasak bo'lmaydi olib qoldi. Ikkimiz Optuz. Bu chaqda Optuz demoqmiz artistlarimiz. Yo'llarni ayt, yaxshi vaqtlar. Yo'llar yo'q. Tuz o'g'ashqa. Ajoyib manga qiyiq tutib. Birinchi maydonda shu kuchog'ini o'yinida o'ynagan esimda bor. Bu do'stimning bunda bir xarakteri bor edi. Har qancha puxta tayyorlik bo'lsa-mu epizodga. Ammo sahnaning oldiga kelganda oshqozni og'rib ketadigan bir ish bor. Bu nima desa favqulodda jiddiy muomala qilganda butun diqqat asiyodon o'sha yig'iladigan o'xshaydi. Bu nerv xarakterlik oshqozon og'riqi deyotganmiz buni. Hamma a'zo faqat osh bir maqsadga xizmat qilayotganda oshqozon qaraydigan odam yo'q. Shuni ular Oshqozon qaraydi. shuni ular og'rib ketgan nerv xarakterlik oshqozon degan tashki. Xudo eshitsa shunday ish qarab. Eng alqiliqga bo'pmi sanning oldida eng dastlabdiki shunda itotni yoki naqshni yangi holat xalqni yuz ko'rishlarning oldida oshqozon og'riydi. Shu kunimi ashlaraq bir ish qildi. Ammo puxta tayyorlik. Ha, puxta. Endi sahnaga chiqib ketayotgan vaqtida birinchi kuni sen agar tayyorlig'im puxta bo'lmasa bek oyab ketma, o'xshamay qoldi deb birini o'g'izib aytgandan bari beni chang'ib qoldi. Oshib ketib o'yinni tugatib kelguncha men ama inkimning bir yiqi yo'g'on. Velosipedning egildak bilan madalib qolgan. Bir kuni aynakka qarab turibdi endi. Bunda qilib qo'ydim. Nima qilyapsan? Ya, aslida mening yuzim bunday yo'g'on emas-ku. 30 mayda o'yin desa ishitib qo'yapsiz. Mehmon 2, undan keyin mehmon 3, mehmon 4 bu davomlashdi. Bizmi amal baş qilib biz ko'rilmanlarmi? O'zaro sening san'atingni o'zaro olganlarmi? Eysa yo'qolib ketmasga deymizda, adash. Ilqi sening kechiligingda o'ynagan bir kitobchining tunji qar degan aytibdi. Bumi bir oz muvaffaqiyatli chiqqan asar, shu xatan yaxshi. Hozirgi kelgichi bir yilda to'liq parang bo'lib qoldi. Qalmuratdan tabiiy bir odam chiqib biz ko'rganli bir odamni tuyg'usini berdi bizga. Har qachonda atrofimizda birsi bor shunda qarasak chiqadigandek deb. Bu bir plastinka ishlaymiz deb Dilkiy inson markazidan yana shu vaqtda bir VCD plastinkamni ishlagan. Kechilik qilmadim. Qalmurat so'g'itdimi? Cho'ng Aysa so'g'isi. Cho'ng Aysa so'g'isi degan bir plastinka ishlagan. Uni shu bir necha aylandan keyin nomerlarni birlashtirib bir kechilik qilib hammamiznikini ayrim surat kelib qilgan. Sen mi jiqchab patotgan adash. Mening bu ishimda 2014dan 16gacha bo'lgan 2 yil jarayonida biz bir Qalmurat Umar naqsha
muzika etud kechiligidan birini tayyorladik. Halmurat Umar san'at kechiligi. San'at kechiligi deb. Lekin bu nurg'un ba'zi bir sabablar tufaylidan bu kechilikni o'tkazolmay qoldik, lekin tayyorligimiz bundan keyin ham yana bir yaxshi fursat kelganda bu kechiligimiz yana ro'yobga chiqishi mumkin. Yaxshi ko'ngillik bir aslimlarimiz bor. Mana shu kasbiy hayotimizda tomoshabinlarmi, xalqmi rozi bo'lgan, o'zimizmi asligida ko'nglimizda o'zimizni hodiga chiqqidek bir kasbiy xotirlarimiz bak yaxshi. Mehmonning o ikkinchisini biz shu birinchi maydonda shunday qilib kuchada boshladik. Kuchada cho'ng bir qilib bordi. 1000 dan patadigan qilib. Shu chaqlar to'la shunda 1000 2000 odamlar patgan to'la izlaydiganmiz. Odam ko'p kirsa, bilet kirimi yaxshi bo'lsa, hammamizga yaxshi bo'ladi-da. Bu vaqtlarda esimda qilishdi yozliq klub deymiz. Endi hozirgi bolalar bilmaydi yozliq klubni. Cho'rsi egiz tom bilan etilgan, usti o'choq, pan bilan uzun o'tirgan. Bunda mom yog'ashni yagiga qiqiblam, to'piga uzun panni qaqqan. Uzun onun nomeri yazıqlıqmı emas. Bir qata. Onun aldığındaki boş o'rinda yer o'tag'an. O'rindiq o'ziga bir 2000 adam qisib o'tarsimi qolgan boş yeriga yani 1000 adam patqadak klublar. 1000 adam kirib. Bak klublar. O şu qiziq yerlar bakchiq bu yozliq klublarning. Setilgan bilet soni 800 yoki 700 bilet setilibdi deydi. Kirgan tomoshabin 3000. Bu qanday desanglar bu tomdan tushadigan bir ishvatdi birinchi. Hozir klublarga tomdan tushib olmaydi endi uyingizga chiqib qoldi endi. Uchoqlarda tombatni cho'rsiga tom 5 metr keldigan tomlar. Ay teshidan bir amallarni Ahmet Mirziki Samatni dastib, Samat bo'yniga yana birisini elib, ashtaq bir ko'tarib. Tarafda Davut va qo'lni tatadigan Davut va tomda. Ashtaq qilib, mush o'yin boshlanishdan burun mush tomning tepisi mush qattiq o'yinda qog'i o'taganda tomning tepi liq adam. Ashu ya ularni tushdab bir ishga adam bo'lsa tushirayotgan yo'lda tushadi. Ham bunda jiq adamni tomdan tushirayotgan olmaydi. Bilet yo'q, tomning tepida bular. O'yinning bir yeriga kelgan vaqtida tuyuqsiz bir aqli sakraydi-da klubning ichiga. To'sab ulgurgan olmaydi. Unchalar adamni to'sib vaqtdaki adam yo'q. Tomga qaraydigan bir 2-3 adam bor, artistlar qaratib tomlarga. Lekin sen tomga qarab baqqanmi? Men tomga qaramadim, ishki bir qatim qaragan. Ishki qaraydiganga yordamlashatdik-ku. Adam yetishmaydi-da. Ilqi yuksak tomga qaragan ish adaşa. O bir qizg'a. Tumshiqqa o'yan qo'yg'ilib olsa, biz endi 17-18 dan bormiz, har bir qatimda o'yan bo'lsak 20 emasdan. Usulchi, epizodchi, naqshchi, muzikant. Şu adam yetişmegandiki qarsa tomning hamma yerda qog'i deb qo'nib olgan. Tushmaydi o'chaqda. O'yin boshlanishdan burun tushmaydi-ku ular. Shuni aşı biz hammamiz artistlar hammasi sahnaga chiqib ketgandiki qaraydigan adam qolmaganda biroqni tushidi. Aynan oldin olamiz deb kunda men bilan Xalmuratni otamga, yana bir odamni otamga mas'ul qilib qo'ydigan. Ashtam qaraysizlar deb. Bo'lmasa bilet oz setilib qoladi. Shuning bilan u kuni Sarkarda alkuyatish pastlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sopliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastlari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda alkuyar tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda alkuyar yurishlik tish pastalari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastalari. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida ep berilayotgan Xo'sh keldingiz programmasi.
Yüksəkni bizning turmushda bir tomon mas'ul qilib qo'yapti. Ha. U xiyolda Abdullani o'zida bo'lgandan keyin hech kim Tamga yavaşmaydı. Ha, yavaşmaydı deb batirlarcha qarab agar biroz chiqsa, deb qo'ysam tushibdi deb. So'ng turibdiki, bir kim deydi, qarsam matamning matarib tursam, tomdan bir mo'yndo qilib chiqdi birisi deydi. Beshiga vaq bir nursam gulab tushib ketdi deydi. Birdan yana bir tumoqli odam shundoq chiqqanda qo'limni shundoq qilsam mayaga chiqdi. Mundo burto bir odam. Ha, deydi tomda qarab turdi deydi. Voy, akilanga qo'limni Tatib chiqirib. Tatib qoldim deydi. Men oyoq chiqib ketyapman, yomon egri odam keldi, tatib bo'lolmay. Bir necha balla bilan tatib chiqib qo'yib, menda ish bo'lgan. Ma qo'l tanlayapti, mava, chechi uzon deydi. Baxa, tamdan chiqib. Ba'zilari ba'zi klublarniki teshi 3 metr tamdan egizligi. Klubning ishchi 5 metr chiqib qolganlari bor. Shuning bilan talab bilan o'xshash pamli bo'lib, ishchiga sakrab, qorong'i degina-ku ya. ishchi qilib ketib qolganlari bor. Denim, xudoy, joqqa tushib. Uchay qirin, biroq shalaq qattiq shalaq chiqib ketgandan keyin, ishchi qiqib tunolmay tamni tutib oladi uni, tamdan tushding deb. Tutib olganlar qarg'idak tavaldi. Uni tutib olganlar yo'lab o'tag'izib qo'ydi. Nim bo'ldingiz desa, ishim qiqilib ketdi. Tala bilan o'xshash. Men ponglashtirib olmay qoldim. Xato. Men qaytadan qilay bu. Asta yetlab ishdan chiqarayotgan gap. Bir kuni sahnaga chiqay deb tursam, sahnaning yenidan uxmay qoldimi, ichi qorong'i. Cho'ng Aysoning kiyimini kiyiglik qo'limda qarsumka, o'sha tutsam, o'sha ko'shim. Bu dadijang deb qoldi. Ko'shimga buk, o'sha to'p-to'z bir odam tushdi. Oshnama ichi qiqilib ketdi. Uyan qo'yg'ili kelganma dedi. Siz nima ish qilib tushgan tomdan? Uyan qo'yg'ili kelgan. Ahvolingiz yaxshimi? Qachon chiqdingiz bu yerda, qachon tushdingiz desam, men uqmay xato mo'ljallayapman. Pek egiz yerdan tushyapman. Deb ash odamning ichi bir qiqilib ketdi. Goy klublarning qishida uygizga chiqib ko'rdik. Ammo shu klubga yaqin bir uyning uygizisiga chiqib ko'rdigan. O uygizga biz men sakinda o'tirgan ekan, uygizda bir odamlar ko'rinib turdi. Klubning teshidagi uygizi, haqning uygizi. Birdan, ikkidan, uchdan, to'rtdan chiqib, bir vaqt bu uygizning bir odam liq bir vaqtida o'yin qo'yib qarsam, böyle bir top adam uygizning ichida buf. Top chiqib Resmi men ko'zim bilan ko'rgan. Uy beslib kirket ichiga. Uyning ichida liq tomoshabin. Ay bori kigiz limpin bilanlarda. Boshda ishlarni ko'zimizdan ko'rdik. Ba'zida biz o'yin qo'yayotgan sahnaning kayinda yo'g'on bir terak bo'lib, o terakning shoxlari klubning ichki tarafga, sahnaning ichki tarafga muddat chiqib qolgan bir shoxlar bor. Hamda bu shoxga boshda shag'araqlari chiqib, ana endi ko'payib o shox asta oldiga kengishib bizga yiqiroq bir yerga kelib qoladi ular. Bir kunda toza etot o'ynayapsam, qishimga qora yettidek tomoshabin, qo'lida bolasi bor tomoshabin. Bu jalatib sahnaga kelib tushdi. Hali ne pishib ketib qolgan shoxdan. Voy pishibdi bular, pishibdi. Biqinni tutdi, birisi gejgisini tutdi, birisi beshini pishar. Ammo balasak. Ular ya balasak. İmittiklik piti. İmittiklik piti shu. Ondan shu ba'zi klublarda ham asaraq klublar bor. Cho'nglarmi sharaydigan, pakaroq, mundaq ko'ralaydigan. Oshnangdimi Muş adam jiq kirib setilgan bilet heliqi. 750 bilet setilibdi deydi. 720 ming adam bor klubda. Muş to'shib klubning ichi to'shib sahnaga chiqib o'tirib, sahna to'shib, bu yenimga kelib o'tirgan. Rostqo mushu zanglarmi, mening qishimda o'tirganlarmi bog'i deyman. Mushu men Xalmuratqamni qishda o'tirgan davatsan deyman. Yenimda o'tirib tambir chevatsam, Ayşakası etot oynamamız.
İdot oynamamısınız sizde. Ben oynayayım efken. Öyle ömrüm kelgen oynayayım. Gap sonra bir tane bundan dolu gap sonra. Tamamıyla sokuş kalgan gap. Meyet idot oynamasan meşeden hatırcam ötüdüganlar var. Yazık kılıp yaman kızı kılat unda kılıplar. Davat deb ötküdüğün birini çaktırıp. Hadi işten ballar bilet almagan dikin. Yuğum ballarını, vurtuva ballarını kötürüp aldığan. İşki putu o şeyde. Burada kötürüp bir biletten alaydı ama olanımız yaman çoğungu. Çoğunlak ne yaptı bu? Bunu mesela onlar çıkıp o kulüpten içik boyukka taşlap koydu. Üzdün ikiz balağı o. Bir biletke kirmendeydi balını kötürüp. Küçük bol tutsa bu. Yol dışını kötürüp eksikti yuğan kutulla var. Bilet almayayım dedi. Bilet almayayım dedi. Yol dışı götürüp aldı. Yol dışını götürüp aldı. Küçük bol tutsa bu. Bana. Vay Bir kuni men sen naqsh etyapman. Xalmurat epizod o'ynagandan boshlab tambur chaladi abay degandek. U kuni mana adamjiq shu atrofimiz birdan bo'libmi. Bu o'yinni bilib qo'ydi biz ular. Bilib qo'yib kelib, men ayat naqsh etma. Xalmurat shu tomoshabinlarning orasida. Keynimizda odamlar. Tomoshabinni orasida qolma mana. Bir vaqt bulanmay Xalmurat aytib, qo'lni madrasada qiyab qolmagan gapdi. Xalna ovoz aqim qarsam bu odamlarning kassini ko'ramsan sen. Tal terkil. Keyni götürüp bize qarab. Bu işe qalmaydı. Sagnigim chiqdi. Liqda. O sagnimiz mi endi yerden bir 50-60 sent egizlik supa endi o. Ondan aşı kiramigen bir tomoshabinlarning nihoyatda eskilari bor. Tomoshabinlar batdi. Solya qaltiq to'pini ilib, oqida turib sahnaga atadigan. Ko'ranmaganlari. Voy po'sa tegida qalta. İşte liq to'pa. İşte de tishiva qaltalarmi bor. Bu yazık qilib ajoyib ishlar bo'ladi. Bir kun ashdan sayniga bir unda solya qaltiqi, unda qislar. Gazirdan shopdiki. To'pa bir narsa chiqardi. Oldidagilar o'rtirib olgan ekan, buni bo'yni otib ekan. Putra deb otsa Abi bu tekmeye kalsa uçkanda gör seni düşüklü partlayıp gel. Top tozuydu. Yaman açığımız gitip muşumu kılıkma ha. Medeniyet kutluvatsak yani. Biz hemimiz medeniyetli şoğullansak hep sözlük cem bakıp birisine vicdanı kaynat getken okşayıptı. Ya ben yani atmığa o ne? Oturdum birisi çıktı mı koptu ahırı. Açsel vicdan azavata atmaktı. Bir shunda qo'popda nimdaydigan desak, men uyaga atmaga uni. Ya bir kuni esimda bormi? Hozir naqsh aytyapsam, shu naqshni bir pauza qilganda shu darvoza tarafdan teshib yo'g'on daraxtni bir narsa tushibdi. Tommikan is ketdi. Voy nim bo'ldi. Qo'rqib qamiz u yana to'xtab oqsa chiqsa bir soqolliq bir buvay 60 necha yoshlarda bor bir buvay ekan. Bu to'pig'ima yerim kirib ketdi qara. Yerimi turdi motorab bor. Davatida tajribali dehqonlar. To'xta deb. Meni bunda ketdi qarsa burundan bir to'pa pur chiqdi. Soqqa. Qo'lni tortib desa ko'zini ochib bo'ldi. Nim bo'ldi desa keyin shu bir epizodni ya naqshni ko'rib o'tib, aniq o'zini daraxtliga unutilib qolibmi? Chavakcha. Voy deb chavakchani qo'yib ekan. Shoxni qo'yib chavakcha. Chiqib Ama qiziq ish bo'ladigan. Ey, u davrlar. Shu bilet satadigan to'shik mıdıraq to'shik var endi. Shu kinoxonaning temidli bir to'shik var. O to'shikning ichida bir uy var. Shu uyda bilet satadi. O to'shik ikki to'shak ya bir to'shak endi. Men bunda tiqimay qo'lamni. Bilet olib deb pul va qo'lamdan da turma. Ma oqamdikisi u qo'lim bunda tiqidi. Bekobi degan. Ha, ba'zi chaqda mayaqdikisi quruq qo'l tiqib, ana qo'ldagi pulni elib qilganlar bor. Alki ma'lum pulni olib bo'ldi, bilet neka. Pulni ver dedi, hozir qo'limda oldingi deydi. Xo'sh, bilet oldigan ikki odam kelib, birisi ashada ana qo'ldagi pulni chiqtirgan. O'shda vaqalar bo'ladi.
Şuna pulni elib, qo'lini tutib turdi. Biletni bermasa? Ha, qo'lini tutib turdi. Pulni qo'lini oldi, u da qo'lini tutib oldi. Ezib ketma dedi. Ish qilib bizning Xolmurod bilan birga o'tkazgan o'sha har bir qadamlarimiz ajoyib go'zal. Hozir o'ylasak, shu davrlarimizni o'ylasak, ish qilib ko'rishga tegishlik, bilishga tegishlik ilmlar, bilimlar, tajribalar, hayotdan olgan ta'sirlarimiz hammasi o'sha har bir qadamlardan kelganda yig'ib aytganda adash sen bilan birga bo'lgan vaqtimiz, ish qilib birga bo'lmagan vaqtimizni uzunroq. Ko'proq. Nurg'un do'stlar bor, birga bo'lgan vaqti qisqaroq, birga bo'lmagan vaqt uzunroq. Ularmi yaxshi do'st bo'la oladi, ammo biz bir-birimizga amroq birga turgan vaqtimizdan birga turgan vaqtimiz ko'proq. Yo'qmi? O'zimiz eng yaxshi ko'radigan sohada, sahnada, idorada degandek. Bunda bir qiziq ishlar jarayoni sen davomli shu etod o'ynaysa, balla davomli bir yerlik basak, Xolmurod akam bu epizod o'ynamdi, dedi. Birisi etod o'ynamdi dedi. Ulgurganimizga tushundiramiz. Ulgurganimizga tushundiramaymiz, endi etod, epizod hatto epizod ipitipot deydiganlarcha. Iptipos o'ynamsizlar dedi. Bu hozirgi zamonda qo'llanishi qalayim qolishib ketdi. Iptos. Ipspot. Shuna asli etod nima, epizod nima? Shuni senatlardan bir anglasak, to'g'risini-chi shuni. Bizning ustozimiz Mayra Zakir bizga o'qiyotgan vaqtimizda bizga etod va epizod haqida to'liq tushuncha berib o'tgan, hammamizning kallamizda aniq bor. Meningcha, hozir sharoit imkoniyatimiz yor bersa, ustozimiz Mayra Zakirga Ahmaydan telefon ursak. G'ay? Mayra apa yaxshimi? Yaxshi. Men Abdullah. Men bildim Abdullah. Rahmat apay, ovozimni unutmaysiz. Men hozir Xolmurod bilan ikkimiz bir yerda to'q apay. Xush keldingiz programmasining naq maydonida-chi, ikkimiz suhbat qildik. Bir ishga duch kelib qilib yana sizni avor qilgan bo'ldik. Masalan, biz davomli sahnalarda etod, epizod degan ismlarni ishlatamiz, o'zimiz o'ynagan asarlar bo'libmi? Boshqalarning tushunchisida biz sahna o'ynaganning hammasini ya etod, ya epizod deb ataydi, hatto epizod, ipitipot deydiganlar bor. Bugamish naq maydonda xallashkimiz shuni bir kishilarga bir aniq bir ufqum bersak, zodi Isa yoki Xolmurod yaratayotgan Isa obraz yaratayotgan narsa nima deyiladi? Epizod nima, etod nima degan to'g'riliq bir so'rab olaylik, aniq qilib olaylik deb apay. Bu epizod bilan etod ikkisi o'xshamaydigan ikki ufqum masala. Buni fransuzcha aytgan vaqtda epizod kendan. Etod degan shopping. Shopping deganimiz aşu çoğun Aysa, kichik Aysalar oynayotgan shopping. O'shalar o'zi tarafidan ijod qilingan, o'zlari yaratgan personajlar, o'zlari yaratayotgan obrazlar. O'zlari o'ylab, o'zlari yozib degan. Bu etod. Bizning sahnalarımızda o'ynalayotgan shopping deganning hammasi etod. Epizod emas. Epizod degan u yozuvchi tarafidan yoki dramaturg tarafidan yozilgan bir butun asardan tushunib kelingan parchalar. U pendan bo'ladi. Epizod degan bir cho'ng asarning bir qismini yulib elib partisi. Masalan, bir cho'ng g'uncham dramasidan uning bir parchasini yoki bir parchaning ma'lum bir qismini yulib elib o'ynasak, u pendan yoki epizod bo'ldi. Mana bugun yana bir qatim buni muqimlab oldik. Shu
hoş geldiniz programımız arqılıq apay bizning ustozimiz tili orqali mana bu ufqimni ayt aniq bo'lib ketdi ko'pchilik mana apayga hammamiz o'rtaq bir rahmat aytaylik. Rahmat apay, rahmat. Rahmat. Aman bo'ling, rahmat. Xalmuratma yenimdi bosh sizga salom aytdi. İşlerimizni Ma'qul, rahmat salomatligingizni. ma'qul. İşlerimizni tugitib qo'yib bormiz apay, ha? Bo'ldi. Ma'qul qarshi Xayr. Tushunish bo'ldimi? Bo'ldi, rahmat apay, rahmat. Ma'qul, xo'sh. Xalmurat adash sen epizod o'ynadim, xalqimizga to'nildim. Men yaxshi aytdim. Xalqimiz biroz yaxshi baholani berdi. U ham jarayonda beshimizda o'tgan ajoyib qiziqarli ishlar ustida so'zlashdik. Ilqi, har o'ylasam ilqi, ikkimizning bir yezib qayerda bir yezdi bir uyga boshqa tomoq gaskiy aysolib Go'chingda. Go'chingmi? Go'chingda. Bu vaqtlarda go'ching noyisda oshxona topmoq sal tasirikka. Oshxona bo'lishi mumkin, balki biz topolmadikmikin. Shuning bilan oxir bo'lmay, qanday qilamiz deb Abdullah ishkimiz adash mashinani haydig'ina desam, qayoqqa haydamaydi. Mashinani oldi qayoq qaraqliq bo'lsa, ashaq hayda desang, mush noyining ichidan teshli qaraq bir yezbayalar chiqimiz. Chiqqandan keyin bir dehqon bizni to'nigandan keyin, "Voy! Abdullah Xalmurat yo'q, cho'ng Aysa deb qarsa, "Ya uyinglarda osh bormi bo'ldi, nima bo'ldi?" Men bo'lgandan keyin qag'in desa, xotirjam bo'lgina. Istaman. Ben şunu olan bu maşında bu çoğun Aysa'nın kiyimleri var diye saygıda çıkırdılar. Ayda bir koçuk girip o koçuktan birden de çıkıp kaldık o nayının teşhire. Karsak bir oldu bir ayal nayık vatıdı. O nayık vatıka yak baramıza da ben sayını hal kısam nan teyyak ya. De pelikinin darvasını aldık maşını toktattık. O ayal ayak karagılık bizge kayını kılıgılık nayık vatıdı. Birisi bir nonni götürüp açıp qo'yib kirketgandan keyin mashinaning ichidan men shlapamni kiyib ko'ylakni ishdan ichidan chiqarib o'tiblar. Shlapani kiyiblar. Darvozani bundoq qarab tursam, haliq ayol. Men qarab. Ben oyoqqa qarab o'tirib ketgan, men bundoq qarab ko'zlarini o'g'iltib bundoq qarab Alişer, Rişat, bir vakır öyle için oldu da güldür. Eysa, çok Eysa. Tohtunun oyu meşhumal dedim ben. Tohtunun oyu meşhumal desek para. Külüp gitti şununla ongiçe Abdullah o adamla hapisten yedek geldi hem de. Abdullah maşında dervazda giriyor. Abdullah bu da Çok mutlu oldu ya o balısı. Ay akı kuşluk etti. Böyle kuş görüp atandım, oğumu düşünmedim. Haklı hayran kaldım. Şundan olan o kıyıkka sören kılıp lale görüşüp bu kandak bundak. Kandak bundak diyen ayaldın ögünü vakan koy ben. Kandak bundak. Kandak bundak dedi. Vay biz bu şey oyun koygulu kelgen. Ettigende bir maşaklarını bir budak görüp geleydi de pekirap gelsek siz nayık ötüp dikensiz şundan olan Sınayımız gelip de vay kelan oturanlarda balları bir demden içinde beş hayvanga cozlarını rastlap nallarını koyup kıvıdan biz nan yemez lekin aşmız bulat diye ya aş bitimiz aş diyen birden esimiz dep bir lağma etip verdi o anımız ama lağmen bola işte kola dedik şundak bir yegendik. Şu vaqtda men cho'ng Aysadan bir foydalanib adashdi. Unda ishtirmiz jiqqo da shu. Bir kuni uyandimi yenib deganga yama amroq to'qish qilib. Ha shu jafoliq bo'lsinmi, qisilchilik bo'lsinmi, o'yinni qo'yib tugitayotgan vaqtidagi hali bir tuyg'u ajoyibda. O uchib ketmasa, erib ketgan bo'lsa-mu, darhol ishtik yursam, ha deyishib degan. Ashu qaytib kelgandiki, shu hali qadiq elishimiz Allah. Vay, o yataqdiki, o tomosha degan choylarimizni damlab. Shu kuni kech qoldik. Kech qolgandan keyin yezlarda oshxonalar taqlig'liq bo'ldi. O kuni biz Xalmuratlar tayyorlik qilib qo'ymabdik. Kechda yeydigan ishimiz yo'q. Ikkimiz yana bir-birimizga va'da qilib kechki tomoqni yemaymiz. Qo'rqlaymiz biz deb. Qo'rqilmasak olmaydi deb. Shundan bilan tempir chaladi u Xalmurat. Ashuni anglaymiz deb. Choy ichimiz, damlaymiz. Ichib bir saat tempir chalib
Mamda. Sen açık gelip tutul kalma. Qo'shiq eshitgan terkin emasmi o choysa? Qo'saq aç qalsa bo'lmaydi. Yemaymiz degan bilan bag'animiz Terkimiz, yemisak terkimiz. Hem rost geldiqsan, meni ham ochgan. Meni ham buni qo'yib tutyapti. Yemaymiz deb qo'ydi. Yeymiz deb, yeydigan nimani yeydi? Deyishamayapmiz-da. Ya o'riqlimigan bu. Yemaymiz deydi o. 1,5 kilo. Yemaymiz 1,5 kilo. Ya ikimiz bir-birimiz ko'rsatmay yavalam tomoq tashiyat deb qo'yapti. Tomoqda. Bir vaqtida baldiroq uxlayolmasak, qo'saqning ochlig'i sal xafa. Ha, xafa qildim. Uxlab olish kerak. Chiroqni o'chirib deb yotsam, g'aras qoldi bir narsa. Chiroqni shunda yondirsam, og'inam qo'saqning ochlig'ida moyalik tombushkini yerimini yeb qo'ydi. Baştan tombushkini chiqdan Tombushkini qirmada to'g'ri qilgan gap. Ya tishlab baqsam dandak debda. To'xta buni g'ajoyibchi. Yog'ochnimi yeydi-ku, bo'ladi deb sirlarini chiqarib etib başta. Toza yumshoq toza neni vayirga tokni yandirib o'tib qoldi-da. To'g'ri qanchayin shundan qo'limga ilib shu ishkapni yavatadi. Tatmış tatlı tatlıları yema tatlı. Şahanalarına gacap da. Bulutlarının da şümüt. Yok Charles aygın yegende. Keçi ama yaman tersten atıldık. Şu et degende, eliqinde yezigi chiqishimiz lazım. Et degende, gitmem böyle verdim. Et degende, seher kopuz biz işkimiz baldır uxlab olmayız. Şu et degende seherdilar, şu maşından aldı qarab qilgan tarafga qarab yana mağımız. Qayerga bordi qadashini oladi? Ama bir xeyli jiq mablag' kesdimi, biz akşam yemagan tomoqni et deganda cho'qim buluqimni saqladik. Xeyli jiroq ketdik. Adash biz hech kim bizga bir tunimaydigan bir yerga borayli debchi. Xiyolimizni tunimaydigan o'xshaydi deb qo'ydi. Bak mo'saq bir dadiymiz sho'diydak bir yerga bordik. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuvish tuyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Ko'rayotganimiz Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdarligida ep berilayotgan xush keldingiz programmasi. Ammo Esimdan chiqmaydi u polo. Qo'saqmo, uchoq Legenda verdik-a? Bizlar ta'limimiz qachon chiqdi? Bunda legenda bir odamga bir legan polo verdik-a. Go'sht yo'q. Polo, shu polo. Go'sht yo'q ekan buni. Bizga 2 polo desak, 2 poloda go'sht yo'q, legenda chiqmaydi. Go'sht yo'qmi buni? Yana sal terik edim. Dedi. Bir vaqtda yo'g'on qalaydosti zuq go'shtni ko'tarib, shaltoq qilib chiqiblar. Bir chattirib tutizga ishtidim, birdillan poloq evoldi ekansan. Sallavalidigan yo'q. Oy, mendak go'sht. Shunday yo'g'on go'sht. Ammo yeb qoldik, oqshomga hiliq yog'och yegan. Bu osh qo'saqqa shuni yeb. Bunda qarasam, xalning ko'zini issiq yosh eqyapti. Bunun üstüge biz tamaknımı amdan yedik o günü. Göçnümü amdan yedik. Emdi çıkıp elekimiz ayap ep koygan şu tamakını 2 vaqtın bırak yediğen ep koygan meblağını tüyleyil dep basa tuda sakınmaydı bilgen. O neymiş o bakanda oldu desek ayar ballar neydi. Ayar şapırıp ballar da işkisi bizge. Köngel kıyıp Ballar bizden işte tamak yavatma vaxtımızdan payılını pulni to'layotibdi. Nima degan esil odamlar tas qolib tizlab o'tiradi. Rahmat, rahmat. Ajoyib. Ajoyib kulibdi. Qayerga borsak yaxshi ishlar uchrab turadi. Ikkimizning shunday yaqin do'stlardan bo'lib qolishimizga bizning hayotda olgan ta'sirotlarimiz o'xshash, yaxshi ko'rishlarimiz o'xshash. Bundan başqa adaş bana bek kuchli ta'sir qilgani sening
Şu aile mas'uliyetin bilen ballagı berdigan mehr muhabbetining küçüklüğü bana bek ulgu olur. Rahmat anaş. Nima desam, mesela Nihat hazır mana o'zi xil abdallı bir milletçi nakışçı desek buldu ki şimdi. Özümde bir doktor var. Nima da sen bilen resmi ecemni billa çağırıp tanıcağım. Yani bir günü biz yeching mezgilde sen bu balalarınla uyda 2 ay oldun, ben balalarımla 2 ay birli oldum. Şu çağda ben şu Hadiça'nın ahvalini sordum. Sorsam ishkinglar bir shiping evatsanlar desam bir tayyorlik bir shiping evatib kelsa Hadichani naqshisini bittani hol chelyotdi oldida shunda adab bilan o'tiribdi Hadicha cho'ng bir naqsha millatcha cho'ng bir naqshni anglab tas qildim aytgan ammo shunchalik bir bu nima desa mush bolalarni ash yeshida qara o'zining yeshiga mos kelmagan bir talant yetilyotdi da menimcha Hadicha degan kichik bolamiz ham iliq millatchi naqshlarni olsa bola bo'lsin lekin kelgusini ko'rgandek bo'ldim men uni kelgusida bu mushunda bo'lsa bir ajoyib bir naqshchi bo'ldi yo bir san'atchi bo'ldi nihoyatmi shunda nihoyatni futbolda qaysi musobaqa qatnashdi adash nima nihoyat musobaqaning natijalarini oldi-ku musobaqalar natijalarini oldi futbolda natijalarini oldi yenilik atletikadami bir necha tal oltin medal oldi maktabda futboldami bir necha tal oltin medal oldi hozir 4-sinfdan endi 5-sinfga chiqadi tambir o'rgandi naqsh o'rgandi milliy naqshlarda endi bular bizning uydagilar Rizvongul doktor endi oilasimi doktor opasimi qiynatammi qiynanammi doktorlarmi doktor oilasi o'zimiz yeshivanda o'qigan xizmat 10 yilda xizmat qilib undan keyin biz mana turmush qurgandan keyin xizmatni to'xtab uyda bolalarga bir mas'uliyat bilan bir ona bo'lay deb o'zi shu yo'lni tanladi endi bu tanlashmi endi bir ilg'or tanlash bo'ldi deb o'ylayman bizning oilada shunda bir yaxshi xizmatdan voz kechib bolalar uchun bir oila uchun bir qurbon berdi endi bolalar qo'saqda yetilgandan tortiblar quloqiga shu tambir dutorning ovozi kirib turgandan keyin tabiiy bu bolalarda shu talant yetilishga boshladi nihoyat bir kichikda tambir dutorni o'rgandi yasliydagi vaqtida nihoyat tambir man dutor chelib bir ishki muzik chalgan to'q yasliydagi vaqtida u xotirasimi suratga ilg'ib saqlag'liq undan keyin nihoyat cho'ng bo'lish jarayonida futbolga to'limi qiziqib qoldi undan keyin bu tarbiyadagi bu alohidligini ching tutib oldim har vaqt 5 yoshidan boshlab komandaga shanba-yakshanbalik komandaga olib kelib o'zim olib kelib shu bizning qo'rodimi bolalar mashq qilgan maydon bor bu maydonda o'zim mas'ul bo'lib qo'rodagi bolalar birga o'ynab shuning bilan bu futbolga favqulodda kirishib qoldi shuning bilan Akram deydigan bir futbolchimiz var biz tanıydigan shuni klubida tarbiyalanib musobaqalarga qatnashib yaxshi natijalarni elib hozirga qadar hamda shanba-yakshanba izchil futbol mashq qildi mardan akasi yenilik atletikada nurg'un darslarni so'zlab yenilik atletikada shu kuytonlarga musobaqalarga qatnashib ashta qilib tantariyali san'atda men ching tutdim opasi o'rganish ching tutdi hozirgacha 3 ta yaxshi o'qiyotdi Hadicha bu yil 1-sinfga kirmoqchi u Hadicha bu kichigidan shu xalq naqshini anglab cho'ngan uningdimi shu geni bo'lgandan keyin naqshiga favqulodda omroq bo'lib qoldi ana keyin ching tutaychi shuni bir yo'l qilib boshlaytay deblar ustozimiz aytirgan Hasanova marhum ustozimizning o'sha naqshlarini anglatdim naqsh mashinaga chiqsam aytirganda ham naqsh anglaydi uyda shuni anglagandan keyin shu aytirgan ham naqshlarni yodi o'rganib ketdi hozir naqsh yetmaydi desa qaysisini aytib berayli deydi aytirgan ham bir naqshni hozirgi men aytgan naqshlarni Hadichadan o'rganganman degandek Hadicha ustoz shu ashuna qilib sana avatmagan vaqtimizdami sen Mustafoni bir naqshni avatmading to'limi chiroyli aytibdi bola o Mustafa shu seni kiyib chiqibdi hozir furqa shu kuni biz uydami shu o'zimizcha muloyiz qilib ketdik sini Mustafoning
Halbuki naqshidagi shu inchik diqqat qil, eng inchik do'qmishlar naq seningki quruqinglar ketib qolgandan keyin budaqa faoliyatlaringda aytgan naqshlarga qarab yetilibdi. Sening mustafachilik vaqting bilan og'in bo'lgandan keyin men adash shu vaqtdagi chiroyinglar shunda o'xshaydi. Şan şerifimi mengü seni tatib çoğun olsun. Hem de Hadiçe'ni mi şu gün işkimiz ben Mustafa bir nakşa evettim Mustafa. Ben Hadiçe'ni gidip evetsem Enver'e aptikirim kamla ağlam. Şunda hoş etket. Hem de aşındak seni deginindek üzem atı mekirge toymay çoğun olgan. Lekin ballarımga atılık mekirini acayip. Estağfirullah. Ben bu tilimde muşu senin balların ko'rsatayotgan berayotgan mehr muhabbatini biz ham tilimda ifodalab berolmayman. Rahmat. Buni men ko'zimda ko'rib turib emasmi? Necha qatim sangma dedim. Bir ota bolasiga qilishga tegishli ishning hammani qildi. Yoki bo'lmasa otaning otaliq burchini mana men sendan his qildim, sen to'g'ri qilding shuni. Biz hech qaysimiz qilolmagan, ammo qilishimiz kerak bo'lgan. Qilishni o'ylaydigan ishni sen qilding dedim. Chunki biz nurg'un muhim so'rovlarda bo'lamiz. Nurg'un jiddiy ahvollarga duch kelamiz bilganligi. Shu vaqtildimi sening qulog'ingda hamon bir fursatda bir telefonni ilib Nihat Hadicha oshla bilan minut bo'lsin vaqt chiqarib telefon so'zlashni anglaymiz. Hadicha, "Bulum, o'zingning kayfiyating yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi?" Ammo telefon ulangandan keyin, "Ha, bulam, yaxshimi? Oppa qizim." Bu oppa qizim degan gapni sen de uygun öyle bir şey ola. Benim kızımı telefon kısa devamlı bakayım. Şimdi bundan aytganda sen hazırlık kelgiçe bizga sahnada yaratgan muqim qalbimizga o'rnab ketgan İsa, bundan boshqa yana boshqa obrazlar bor, lekin mush obrazlardan boshqa adash. Televizorda, televiziya, kino ekranlarda yana bir necha o'zi kino, televizor rol aldingda, uning ichida yana İsa'dan boshqa acayip bir obrazlar var. Mesela Qirliq istakandaki Osman Dangal obrazı. Muş Osman Dangal obrazı mı? Yana İsa o'xshash ömür uzun bir obraz deb o'ylayman-chi. Yana birisi Olimjon bo'lumsiz. Ha, Olimjon bo'lumsiz. Olimjon bo'lumsizmi filmi? Acayip. Qayt ko'ramiz hozir kelguncha. Shu Mamki Moshurniki Qirliq istakan nomidagi asarni televiziya film ishlagandan keyin bu obraz Osman Dangal obrazini ishlaydigan vaqtida rejissor shu Xalmurat O'yinsoldi yozuvchining obrazini bekitiblam ketdiki. Ondan keyindan bunodagi Tursuntekiga shu nimani Mavlon Niyozni shu qila oladi. Undaq necha xil usulni birlashtirib o'ynay oladigan usulchidan Mavlon qila oladi buni deb Mavlonni to'g'ri tanlabdiki. Ondan shu Abdul Tere deyilgan Adilkam o'ynagan. Ondan Rajab To'paq deganda bizning Turg'un Emir ustozimiz Turg'un Emir akam o'ynagan. Bu to'rt obraz buningda Qirliq istakan filmida eng asosiy obrazlar. Yana bir kino Chaxoraz. Chaxoraz. Shu gapimning shu yana gapim boshqa yoqqa burilib qolibdi hozir. Shu Mamti akamniki shu Qirliq istakanni film ishlagandan keyin bu obrazni bir xil o'zimni yoqtirdim shu cho'ng'aysaga yiqiroq o'zim sal ba sal ba bir yiqilgan bir ya ba uni ammo asarni yaxshi yozdi ekanda bu buga ish o'xshaydi endi xudo qarsak bu Mamti akamning ishxonasiga pat kelgan bir yozuvchi o'xshaydi deb tushundim men ham desam bu obrazimni yaxshi ko'rdim o'zimni keyin o'zim xush bo'lib qoldim bu obrazni yaratganimda davomlashtiramiz deb shu vaqtdagi inson bozori qaynagan vaqtlarda ikkinchi qitimda Chaxoraz degan yana shu Mamki Moshurniki ikkinchi bo'lagi Qirliq istakandagi ikkinchi bo'lak Chaxoraz degan ishildiq uni yomon emas unda ishlandi jafo mushaqqat ishildiq uni Chaxorazni qismi shu obrazlar shu Osman Dangal bu Chaxorazni muvaffaqiyatli bo'ldi uni onun keyindan Sarang deganni ishildiq uni Sarangni Tuyg'unkam ishildi Chaxorazni shu Qirliq istakan ishilgan Murat rejissyorlik qilgan o'zi
Yani kendi tug'ilgan sarang degan ishildi, g'uljida ishildi. Uningdimi yana shu Osman Dangal. Izchil keyin 3 eser oynaldı. Hammasi nihoyat yaxshi chiqdi ham. Lekin Olimjon bo'limsizmi deganni 98 yil 99 oylikda Shirzatga ishildi. Bu kitap 2005 yili Qozog'istonda o'tkazilgan Chokin yulduzlari degan bir kino festivaliga qatnashtirilib, 9 nodir film ichiga, asar ichiga kirib, yaxshi baholandi. Bu shu Osiyodagi nurg'un davlatlar film qatnashtirgan musobaqa ham festival. Ishqilib, menimcha adash sen shu hayotingda, bu kasbiy hayotingda bir artistning o'z xalqiga bermoqchi bo'lgan mevasini, ruhi ozuqlarini, asarlarini yoki epizod yoki naqsha har qaysi taraflardagi shu topshirmoqchi bo'lgan topshiriqlarni ham topshirib bo'lgan odam deb o'ylayman. Lekin yana sendan biz zo'r narsalarni kutamiz. Chunki mushu bundan keyin hamda ya'ni nurg'un obrazlarni yoki epizodlarni o'ynab bo'lgan bo'lsam, bundan keyin ham kasbiy hayotdan bir yetmoqchi bo'lgan ulug' planlaring yo orzularing bormi? Orzu bor, planmi bor, orzularmi bor. Mushu ba'zi bir obrazlarni qayta yaratgim keldi ekan. Masalan, mushu Cho'ngaysoninki hozir qoltini. Hozir qanday holat kelib qoldi? U ariq ya og'riqchan bo'lib qoldimi? Ya ariq tashib ketib, boshqa bir kasb o'tib ketdimi? Dutta chevatamda. To'g'ri. Yana shunda to'y qilib balliq bo'ldimi? Yana shunda saltanib ketdi. Uning buning ishigida işte yurvatamda bu obraz xoneklashib ketmay, yaxshilanayotdi. Bu obrazning yurki yaxshi adam chunki uni yaxshi. Ay o'ynasam, kirsamlar hamda buningki ko'ngil assam, xo'shal yursam-da. Shu obraz hozir qanday holatda? Shuni bir xalq bilan yuz ko'rishtirish bir orzuyim bor. Ammo xalqning o'zida orzusi bor. Ondan shu odamlar bilan munglishish jarayonida shu Qirg'iziston filmini bir ishlab baqsanglamamda qayta. Yeni ben bilsin deydi. Mesela Vuso'nun dastlabki ishlangan yog'on yo'lbars o'ltagan bironqi Vuso'ni uzun yil ko'rdik. Keyin yaqinqi zamonda yenidan Vuso'nikin ishlagan deb bak ishlayapti. Masalan, ashnaga o'xshar. Sizlar mana shu bir xil bunday yuksalgan hamma jihatdan. Texniklar ilg'or holatda bir qipaqsanglamam degan ilmiy odamlardan, bir necha odamlardan oldim bu fikrlarni. Orzularimizning ichida shu orzumi bor. Menimcha adash bu yana shu samimi so'zlashibsan, xalqning o'zining orzusi shu. Xalqning orzusi. Bizga shuni yuklayotdi-ku. Menimcha shu orzu armonlar yetish bo'ladi menimcha adash. Chunki seningda hozir sen menga o'tirib qo'yding buni. Mening kallamda hozirli yaltidi mush ish o'tdi qara. Qirg'izistonning hozirgi bandisi, yangi bandisi. Jungoda nurg'un nodir asarlar qayta ishlandi. Birdan bir ilg'or, birdan bir texnik jihatdan ilg'or, apparatlar ilg'or, montaj ilg'or, suratga elish ilg'or, uning ustiga artistlarmi texnik pishqon. Shunga menimcha bu bir sinabqa qishqa arziydigan film ekan. Ammo shu orzularimga yetishim umid qilaman. Rahmat. Adash andin biz bugun chiroyli suhbatda bo'ldik. Shu munosabatda hamda biz bir o'zingning ko'nglingdagi eng ichki qatlamdagi rahmatlaringni, mamnuniyatni ifodalagan bor do'st birodar ya tuqqanlaringga deydigan yurak so'zingni anglagan bo'lsa. Ustozimiz, ikkimizning ustozi Mayra Zakira opa bilan tilpillashdik. Nihoyatda yaxshi, o'zgarcha 70 yoshni oshgan bo'lsa-mu, nihoyatda ro'yi tetik, nihoyatda yaxshi. Sağlam umdan turadi. Bundan men xo'sh. Apayning umri uzun bo'lsin deb har qachon tilayman. Undan boshqa qarindoshlarim bor. Meni yo'lab men uchun umri bo'yi jabr chekayotgan qarindoshlarim. Mening hadam güzellari Umar, akam Dilshod Umar, Dilmurod Umar, cho'ng adam Rashida Umar endi qarindoshlarimning umrining uzun bo'lishini, mening shu kasbim, hayotimga kuch qo'shib, menga ilhom bo'lib, menga quvvat bo'lib, menga yaxshi yo'l hozirlab berayotgan ayolim Rizvongul Yoqub. Oiladagi bolalarim qatorliq endi men yaxshi ko'radigan, men suyadigan barliq
sana o'xshash aziz, qimmatli ömürlük ağaylarim qatorliq nurg'un men yaxshi ko'rgan hurmatli zotlar ko'p. Ama shularning hammasining turmushiga xotirjamlik, har qachon ularga xo'shal xo'ramlik chin yuragimdan umid qilma. Bir şey kelganda sen bir quchoqlab Hey adaş. Ben bu bugünkü günde sana bir alaydı bir soğuk tayyorlashni o'ylashdan. O'ylab baksam hoş geldiniz programması ve onun az mehmonlarini tartib bütün jamiyatgacha cho'ngdan kichikgacha bu ishga ya'ni umumyuzlik Alloh saviyaga yetish va nomrodlikdan qutulish xizmatida birmi rayon va birmi odam qatqanmaslik degan chiroyli bir siyosatning ostida hammamiz o'rtaq kurash qilmoqdamiz. Shunga o'zining etizida o'zining beg'ida o'stirgan mevchi va ko'ktatlardan sana so'ng qilishni eng to'g'ri topdim. Rahmat. Mushuni qabul qilgaysan. Rahmat. Menimcha bu bizning programmaning yoki bizning aziz mehmonlarimizning emas, butun jamiyat ko'ngil biladigan bir masala deb o'ylayman. Seferde kaç